Maktabda yurasan o'qimasang onalarga o'xshab deyilgan kasb vakillari esinglardami? Mana misol taksistlar xabaringlar bilan maktab darslariga qo'shilmasdan turib, gnida degan so'zga sinonim bo'lib qolganinglarda, haligi gideta Alibey bayramdan keyin maktabga chiqmay qolgan odamni uriyuniga tenglashtirilishinglardi. Yurasan o'qimasang taksist bo'lib. Hozir taksistlarga ko'ryapman, eng ko'p bir-birini paddeshga qiladigan kasb vakillari. Qayerda gayi bor, qayerda radar bor, qayerda gaz zapravka ochiq, hammasini aytib berishadi. Hech kimga ziyoni tegmaydi bularni. Bitta ham poraxo'r taksist yo'q. Kimdan pora oladi bular? Birovga ziyon tegmaydi, birovni aldashmaydi. Yokida yurasan o'qimasang yer kavlab Rossiyaga borib. Ustoz, yer kavlashdan uyatib, ana taksistlik qilishdan uyatib, ko'proq pul topay deb hali yerni kavlaganni nimadir solib ko'mib qo'ymayotgan bo'lsanglar normalniy. O'qimasang, tilni bilmasang, pulingga aldab qo'yishadi. Tilni o'rganishing kerak. Rostdan shunaqa bo'ldi. Ash paytda aytganingizga kirib o'qib tilni o'rganib olganlar, hali o'ris pulini olib, o'zbeklar o'sha o'ris tilini bilmasligini bilib ashlarga bo'lib beradigan o'zimiznikilar aldayapti-da lekin.